Sizlarga manzara o'rtoqlar. Manzaraga bitta baho beringlar. Zo'r tushdi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli baliqchi do'stlar. Xudo xolisa dam olgani chiqdi bugun. Madaniy dam olamiz, xudo xolisa. Baliq ovlab, dam olib, mazza qilib, xudo xolisa. Azbek ham hamroh harakatda. Assalomu alaykum hammaga. Mahoratingizni ko'rsatsiz endi. Xo'p, mana tomonimizda Hoji akam ham bor. Hoji akam harakat qilyapti. Salqinni qaranglar. Endi buni berasiz, shunaqa salqin joylarga qochamizlar. Hoji aka. Azbek aka. Ko'rni ko'ryapsiz. Daraxt zot bo'ldi. Rossiyan ko'llarni ichida. Bizga asosan dam olsak bo'ldi. Salqin uchun keldikda. Toza havo. Xudo xolasa natijalar ham bo'lib qoladi. Ko'rsatishga harakat qilamiz. Bitta qarmog'im ko'kalik qo'ydim. Ikkinchi qarmog'im do'nka. Yemni kattaroq solyapmiz. Maqsad yiriroq baliq ushlash. Ambullab suzib yuribdi. Kiloli, 1 kiloli amulla. Non o'yda salat. Shashkilar mana chiroyli bo'libdi. Hoji aka qo'lingiz dard ko'rmasin. Biz endi yig'ishtiramiz deb turdik. Yo'q. Уже. Pestikina. Kutilmaganda bo'ladi shunaqa. Pestikina. Shuning uchun har xil ko'llar borib olib urmayapti, netmayapti demaylar mana. Shuning uchun necha tonna balig'i bor. Kattasini chiqish qiyin bo'lyapti. 400 gram, yarim kiloga da chiqdi. Hech bo'lmasa kiloligini ushlaymiz deb o'tiribdi. Mayda baliq tutamiz desak, ancha tutib qo'yamiz, lekin maqsad kattaroq baliq ushlash uchun kutyapmiz. Natija bo'lsa birgalashib ko'ramiz, xudo xolasa. Klasslaringlar, AMSlar videolar ko'rganda albatta harakat qilyapman sizlar uchun. O'zi hozirda ishlayapman. Bugun dam oldim. Soya salqinda mana mazza qilib o'tiribmiz. Natija kutib. Akamizning ko'li bu. Baliqlarni sinovdan o'tkazgani keldik. Asosan maqsad kattaroq kilo tepasida amurlarni ushlash. Mayda baliq o'ta ko'p chiqqan tashlab yuboryapmiz.
Papapga chiqyapti o'rtoqlar. Papapam ish beradigan vaqti kelibdi anchaylar. Faqat biz kattasini kutyapmiz o'rtoqlar. Ehtiyot qilib chiqarib qo'yib yuboryapmiz. İlaç buldu. Hiç gene sazanacağım. Hiç gene sazanacağım. Ya ne kadar? Aha. Bak. Adam Türk gördüm. Ne ay bekenlik çıkardı. Lan? Ha bak. Ha, o aşağıdan Türk görüyor yaptım. Şakratta şey yaptı. Böyle? Atlaşın mı? Hapsiye gitti hadi. Oo yalan kanka. Aa doğruları ötebe vermiş. Ne ay bekenlik çıkardı. Atlaşıp gittim ben. Kiçik aşağı geldi. Ha küçük. Bak büyük taşak. Oo yalan karısan. Koy arasını. Mehmet'e böyle şekilde aldı da buna çizgili kalktı. Ne? Ona çizgili kalktı lan. Şahşiler diye beni ketamiz dedi. Ne olacak ki? Ya rahmet sizga ama qo'y topib bermasin. Hop, Amurga harakat qildim. Amur chiqishi juda qiyin bo'lyapti. 1,5 soat kutamiz, vaqtimiz ham bo'lib qoldi ketadigan. Bu yoqqa ham chaq tashlabdi. Biz mana shu ko'lni o'zida kamida 5-6 tonna balig'i bor. Chiqmasa qiyin, o'rtoqlar. Vur yana. Sidra. İlaç bağlı kichikroq. Takır qilyapti.
Sol endi. Maydaroq ilashib qolish kerakda. Hop, o'rtoqlar, bugungi ovimiz nihoyasiga yetdi. Chiroyli, yaxshi dam oldik. Salqin joyda qiyinchilik bo'lmadi, albatta. Buni bersa salqin joylarga qochamiz. Ertaga xudo olsa bitta ko'limiz bor. Imkon qadar harakat qilaman sizlarni o'sha ko'limizni obzorini qilib, chiroyli sizlarga yetkazishga. Kuzatuvda bo'linglar. Ishimdan ochgan vaqtlarimda imkon qadar chiroyli videolar qilib beraman. Hammaga omad. Plastar bosib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Hali ham umidvor bo'lib turibman, shu qalbim tortib qo'yarmikin deb. Mayli endi. Lekin uryapti-da. Ketadigan paytimiz bo'ldi, afsus.